Barchaga yana bir bor rahmat. Endi tadbirimizni ochishimiz ham mumkin. Bugun biz sizlar bilan Cyberpark haqida qisqacha gaplashamiz. Cyberpark bu ilmiy tadqiqot va tajriba konstruktorlik rivojlanish markazi. Bu yerda siz har xil startaplaringizni olib kelib, Cyberpark sizga yordam beradi startaplaringizni rivojlantirish uchun. Va Cyberpark huzurida Cyber Science rivojlanish markazi ham bor. Undan tashqari Cyberparkda 140 dan ortiq rezidentlar mavjud. Ularning orasida Turin Politexnika universiteti, Inha universiteti va boshqa universitetlar ham bor. Cyber Science'da tajribali o'qituvchilar kattalar va yoshlarga kiberxavfsizlik, front-end va back-end dasturlar, aviamodellashtirish, robototexnika va shunday darslarni o'rgatishadi. Va bu yili biz The Qizlar klubini ochishga maqsad qildik. Buning sababi esa Cyber Science'da juda ham ayollarni soni kamligi va o'zi bilsangiz ko'plab IT tadbirlari bo'lsa yoki qandaydir IT kompaniyalarda ayollar va qizlar soni kam va shu sababli biz The Qizlarni ochishga qaror qildik. Buning sababini aytib o'tdik. Endi esa bizning vazifalarimiz haqida gaplashamiz. Vazifalarimiz faqatgina sizlar bilan shunday kichik tadbirlar o'tkazish emas, keyinchalik buni katta loyihalarga aylantirish. Masalan, sizning qandaydir startup g'oyangiz bo'lsa, siz kelib uni rivojlantirasiz va turli xil tadbirkor ayollar bilan tanishishingiz mumkin. Undan tashqari o'zining sohasini, IT sohasini mutaxassisi bo'lgan ayollar bilan ham sizlarni ko'rishtiramiz. Undan tashqari, agar siz maktab o'quvchisi bo'lsangiz, sizga qanday kasb tanlashni o'rgatishimiz mumkin. Kasbga yo'naltiramiz biz sizlarni. Agar siz IT ga ozmuncha bo'lsa ham qiziqsangiz, keyinchalik rivojlantirishingiz mumkin. Masalan, o'ylashingiz mumkin, hozir boshqa yo'nalishni o'qiyapman-ku deb, lekin bilyapmiz, hozirgi 21-asr IT kasblari juda ham rivojlanib bormoqda. Ayniqsa AI, sun'iy intellekt degandek. Har bir sohada agar siz AI mutaxassisi bo'lsangiz, o'sha sohangizni siz eng yetuk mutaxassisi bo'lishingiz mumkin. Undan tashqari bizning klubimizning mavzulari: kiberxavfsizlik, elektronika va robototexnika, loyiha boshqaruvi, biznes va iqtisodiyot va shu kabi har xil loyihalar. Va bizda eng asosiy yana bir yo'nalishlarimizdan biri robototexnika va dronlar. Bilamizki, ko'plab o'zbek oilalarida, ayniqsa bizda shunday stereotiplar bor. Ota-onalar o'z qizlariga ruxsat berishmaydi. Ayniqsa shu robototexnika yoki dronlarga, lekin qizlar ham o'zlari ham yoshligidan qo'rqishadi. Nimaga men buni qilishim kerak-ku? Bolalarda shu nimaga men bu robototexnikaga qiziqishim kerak degan narsa bizni hammamiz miyamizda shakllanib qolgan, to'g'risi o'zimda ham. Lekin shu Cyber Science'ni qizlarni eshitib juda ham xursand bo'ldim. Chunki shu paytgacha o'zim ham shaxsan eshitmaganman qandaydir dronlar bilan qizlar shug'ullanganini. Lekin siz bizga qo'shilib har xil shunday dronlarda, poygalarda qatnashishingiz mumkin va robototexnikani ham o'rganishingiz mumkin. Va bu sizlarga The Qizlarni qisqacha loyihalari haqida edi. Endi esa biz treningga o'tamiz va biz hozir endi interaktiv o'yinlarni boshlaymiz. Rahmat. O'zimni tanishtirib o'tsam, o'zim kibernetikada innovatsiya va IT parki marketing sektorida yetakchi mutaxassis lavozimida ishlayman. Ismim Feruza. Kiberxavfsizlik markazini eshitgan bo'lsangiz kerak. Albatta, birinchi O'zbekistonda yagona bo'lgan kiberxavfsizlik markazi mavjud. Kirganingizda ko'rgan bo'lsangiz, shu binoda joylashgan va shu binoning o'zida kiberpark ham joylashgan. Kibernetikada innovatsiyalar IT parki prezidentimiz qarori bilan tashkil etilgan. Bizning maqsadimiz nima? Savolni yaxshi berdingiz. Bizning asosiy maqsadimiz shu prezidentda birinchi tashkil etgan IT parki hammaga ma'lum. Xuddi shu IT park faoliyatini ikkinchi davomi sifatida bizda asosiy urg'u kiberxavfsizlik sohasini rivojlantirishga qaratilgan va kiberxavfsizlik sohasi yangi va dolzarb mavzu bo'lganligi uchun hozirda shu kompaniya O'zbekistondagi IT faoliyatida juda ham ko'p kompaniyalar bor. Axborot xavfsizligi, axborot tizimlarini rivojlantirish yo'nalishidagi ko'plab kompaniyalarni o'zimizda jamlashga harakat qilmoqdamiz va o'zimizda shu IT park berayotgan imkoniyatlar ham bizda mavjudligi va IT parkda berilayotgan imtiyozlar, imkoniyatlar ham bizda tashkil etilganligi bu hozirgi kunda targ'ib etib
ko'pchilikka tushuntirib borilyapti. Bizani IT parkimiz xuddi cyber parkimiz xuddiki soliq imtiyozlarini IT kompaniyalarga, boshlanayotgan startap IT kompaniyalarga va oldindan mavjud bo'lgan boshqa IT kompaniyalarga ham bera oladi. Xuddiki IT parkda qanday imtiyozlar bo'lsa, bizda ham xuddi shu imtiyozlar mavjud. Bizani asosiy o'yimiz kiberxavfsizlikni rivojlantirishga qaratilgan. Ya'ni agar bizda hozirgi bu yildan ya'ni joriy etilayotgan yangiligimiz bor, ya'ni startap kompaniyalarni olib kelayotgan shu loyihalarni boshlayotgan IT yo'nalishida yoki kiberxavfsizlik yo'nalishidagi o'zini g'oyalari bo'ladigan bo'lsa, ularni moliyalashtirish tizimi ham bizda joriy etilmoqda. Ya'ni agar sizni o'zingizni hozirda qandaydir bilimingiz bor IT faoliyati bo'yicha, ya'ni o'zingiz shu sohada o'qib yoki izlanib kelmoqdasiz. Agar siz kompaniya tashkil qilaman yoki jamoa yig'aman yoki bo'lmasam biror bir ishni boshlayman deydigan bo'lsangiz, bizning IT park sizga qo'llab-quvvatlash uchun katta imkoniyat bera oladi. Shu loyihani texnik vazifalarini yozib chiqqan bo'lsangiz yoki g'oyangizni qog'ozga tushirgan bo'lsangiz, bizga bemalol aprel oyidan boshlab biz bilan hamkorlikda kontaktlarimiz bor, ishlab shu g'oyalarni olib kelishingiz mumkin bo'ladi va biz u g'oyalarni o'rganib chiqqan mutaxassislar bilan o'rganib chiqqan holatda sizga yo'l yo'riq yoki konsultatsiya yoki bo'lmasam aniq g'oyangiz aktual hisoblanadigan bo'lsa, bunga ham imkoniyat bera olamiz, ya'ni moliyalashtirishga ham yordam bera olamiz. Biz nima bera olamiz? Xuddi shu aytganimdek, soliq va bojxona imtiyozlari taqdim etadi Cyberpark va biror bir bizga rezident bo'lgan kompaniyalarni manba kodlari bo'ladi, o'zini dasturidagi yaratmoqchi bo'lgan manba kodlarini ham rezidentlikka o'tgan bu imtiyozga loyiq ko'rilgan kompaniyalar uchun dastlabki etaplarni ham bepulga tekshiruvdan o'tkazib berish imkoniyatlarimiz bepulga amalga oshirib beriladi Cyberpark tomonidan. Asosiy vazifamiz shu.